barmı? Var, sen bilmeyme. Oy, bile oynaylı degan ki işki aşkına. Vay, men dacı, anlattım sen. Anlattım akka, şundak endik anlattım. Çakan digine, yediğin nesle nede, kuskum tuyguz olay. Yeymenli dep dursa. Çünkü avaz havanı təvrididu. Hava təvrinishi bolsa, jip arqılı qulaqqa yetib keldi. Havanı təvrididu? Buna avaz dolqunu mu deydi? Qara, taş tushgan chaqda dolqun paydo bo'ldi-ku. Shuningga o'xshash avazma havanı təvritish orqali avaz dolqunini paydo qildi. Aka, sen nechik narsani bilgansan? Men buni yanglab yegandim. Emmisi, telefonning asosi qanday? Buni texi bilmayman. Mendan so'rab boqayli. Yaxshimisizlar? Men Alexander Grandberning meni. Alexander Grandber? Shundoq, telefonni ber kashf qilgan. Bugun sizlarga shuni so'zlab beray. Jiroqdan kelgan ovoz. Bu bir dastlab kashf qilgan telefon. Mana bu Alexander Grandberning rasmi. U Shotlandiyaning Edinburg shahrida tug'ilgan. A, O, E, I, O. Berning dadisi ataqli komediya artisti. Berning artist bo'lsa bormi nima ha? A, O, Artist bo'lay deb ovoz mashq qilyapsiz ha? Yo'q. Men dadamning ishlariga varislik qilish uchun to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman. Ha, mundaqkanda bu musuq sizdan artist chiqmaydi. Nima? Nima dedi? Yana bir kina. Eski. Dada, qaytib kelibsiz. Ha, qaytib keldim. Berning dadisi gaskachlar uchun yangi tilni tadqiq qilyapti. Bu gap qilayotgan odamning ig'iz harakatiga qarab, uning nima deyotganligini bilib olib bo'ladigan tildi. Men pat yaqinda Londonga borib xizmat qilaman. Sening patroq cho'ng bo'lib, menga hamdam bo'lishingni umid qilaman. Men shuni o'ylab to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman, dada. Ha, yaraysan balam. Dadasining xizmati munosabati bilan bir Londonga keldi. Shu chaqda bir endili 19 yoshga kirgan bo'lsa-mu, nayti pishib yetilgachga dadasining qavul yordamchisi bo'lib qolgan edi. U nima qilyapti? Siz qachonmi yaqinroq musiqalarga chaldigan bo'lasiz? Siz hadi nima qilyapsiz? Men tovush asli qilay deyman. Tovush? Buningga pianino chalishning nima hojati? Sizga men aytib beray. Qaysi tovushni anglamoqchi? Bo'ldi. Ha? Nima? Men so'ziq tovush asli qilay deyman. So'ziq tovush a, i, a, u shundaqmi? So'ziq tovush ojiz kuchlikligi o'xshamaydigan har xil yakki tovushlardan tashkil topgan. Shunga ojiz kuchlikligi o'xshamaydigan har xil tovushlarni biriktirib, so'ziq tovush asli qilg'ili bo'ladi. Bu bir qiziqarli kashfiyotga. Yangi kashfiyot bo'lib qoldi texi. Men shuni o'ylayotgan. Qalbi bo'ldi, bek yaxshi ish bo'ldi. Yangi kashfiyot, bek yaxshi ish bo'ldi. Emisli men muallimga doklad qilay. Muallim, yangi kashfiyot. 19 yoshlik yosh Alexander Grandber ilm fanda yaratgan g'oyat zo'r kashfiyotingiz uchun buni sizga taqdim qildik. Nima bo'ldingiz? Nimishqa bundaq ro'yingiz tushib ketdi? Germaniyalik olim Hayli Morris bu ko'z qarashni o'ttirib qo'yib o'tdi-kan. Nima? Rostla o'kingidek ish bo'pti. Yangi kashfiyot oson qo'lga kelmagandi. Bo'pti. U yangi kashfiyot bo'lmasa-mu, bizning o'ylaganlarimiz xato emas. Nima? Uning kitobini yaxshi o'qib chiqsam, yangi tovush hosil qila olaman. To'g'ri,
men sizga yordamlashay. Kitob o'qishqo yaxshi ish. Lekin bu nemis tilida yozilgan kitobkan-ku. Sen lug'at aqtor. Ma'qul. Ma'qul so'zini tepib bergin. Ma'nimi? Qaysini? Yana ma'ni. Ma'qul. Shu kundan boshlab meni nas bosdi. Meni har kuni lug'at aqtirishga soldi. Yana bir so'zini tepib ber. Uyqum kelib ketdi. Qolgan o'zingiz teping. Yana birini tepib bersang-chi. Tezrek o'qib bo'lay deyman. Az qoldi. Qosimi joyilgansiz. Acayip yaxshi bo'ldi. Oxiri o'qib tugatdim. Qandaqroq tushundingizmi? Hech nimasini tushunolmadim. Shundaq, bu degan kamerton. Kamerton gimnastika saymanimi? 1 2 Ay, ovoz echib yaqinlikka. Oy, bu nima ish bu? Oy, chaqan to'xtating. Oy, mana to'xtating deyman. Oy, chaqan to'xtating. Oy, nima ish bu? Oy, to'xtating deyman. Echibmi qo'rqib ketdim. Nima ish endi? Urmasimi ovoz ko'tarib ketib ketdikina. Rezonans degan shu. Rezonans? Shundaq. Kamertonning ikki tarafidagi manfiy bilan musbat o'xshash bo'ladi. Bir tarafiga ursang, yana bir tarafidan o'xshashli ovoz chiqadi. Ayli Morris elektromagnetlik to'mirdan foydalanib, kamerton orqali so'ziq tovush hosil qilgan. Mana shuningdan qaraganda elektr orqali xabarlash usulidan foydalanib, yiroqdagi kamertondan ovoz hosil qilgan bo'g'dak. To'g'ri. Onun ustiga kamerton rezonansdan foydalanib, shu orqali xuddi muzikadek yuqori tuvanliga o'xshamaydigan ovozlarni yetkazgili bo'ladi. Bir muzikani boshqa yerdan anglag'ili bo'ladi. Bu nima degan yaxshi? Uni muzikalik elektro aloqa deymiz. Bilmegechga so'ziq tovush tadqiqotini to'xtatib turishga majbur bo'ldi. Lekin muzikalik elektro aloqa ustidagi tadqiqot uning telefonni kashf qilishiga sabab bo'ldi. Bir yoqdan dadisiga qarasa, yana bir yoqdan astoydil tadqiq qildi. Lekin bek charchab ketgachga kasal uni oxiri yiqitdi. Ota-onasi bolasini deb uzun yil turgan Angliyadan ketish qaroriga keldi. Ular bütün ailesi bilan Kanadaga ko'chib keldi. Havo sap bo'lg'achqa bir sallamaza saqayib ketdi. U Dashoda o'qituvchilik qilib, tadqiqot ishlarida ajoyib muvaffaqiyatlarga erishdi. Dal mush chaqda. Yaxshimisiz, bir apandi? Bu kishi Thomas Sanders bo'ladi. Amerikaning Boston shahridan kelgan korxonachi. Biz turadigan joyda nurg'un bola mening o'g'limga o'xshash gaz yoki gacha. Sizning biz tarafga ko'chib berishingizga intizormiz. Lekin bundaq bo'lganda men Dashoda xizmatimdan istifa bersam bo'ladi. Uning ustiga mening hozir tadqiq qilayotgan ishlarim bor. Men sizning uyingizda sizga tajribaxona tayyorlab beraman. Bolalarni deb bo'lsa-mu, mush ishqa kuchingizni taqdim qilishingizni umid qilaman. Biroq o'tinib qolay.
Yanıla bağınım tüzük okşaydı. Bek yaxşı bo'ldi. Mana bu sizning tajribaxoningiz. Nima lozim bo'lsa totinmay davering. Darhol yetkazib berman. Yaxshi bo'lg'ini bir kamtasha tajribaxonga ega bo'ldi. Uning ustiga tadqiqot ishiga yetarli vaqt chiqara oladi. Ishgacha yaxshi ish. Kiring. Efendim, tanıştırıp koyay. Bu kız Habat Efendi'nin kızı Megil. Tunji qitim ko'rishimiz. Mening ismim Megil. Efendim, sizga nima bo'ldi? İştim olmadı. Bu qizma kichigida bo'g'ma kasaliga giribtor bo'lib, gaz bo'lib qolgan. Olidan ko'proq xabar elib qo'yasiz. Kechirim. Gaz balalar, bir sizgan har xil ovoz to'lqinini bir ko'ribla, ovoz deganning nima ekanligini bilib oldi. Qaranglar, ovoz to'lqini qo'yiq yerda ovoz yuqori bo'ladi. Ovoz to'lqini shalong yerda ovoz to'van bo'ladi. Voy, rost. Ovoz to'lqinining shakliga o'xshash tavritilgan elektr to'lqini hosil qilib, ondan uni elektr magnitiga tutashtirsam, tavrinish taxtasida hosil bo'lgan tavrinish ovoz chiqarmamdi. Mushundaq bo'lganda tok orqali ovoz taqat qilib bo'ladi. Savoldoshlar, darsdan tushinglar. Shundan boshlab bir telefon bilan bo'lib ketdi. Ovozni tarqat qilib bo'ladigan bo'ldi. Shu chaqda Rais ismli bir kishi mu telefonni tadqiq qilib o'tadi. U yog'och bilan quloqning shaklini yasab bir teshik ichib, uchaydan yasalgan nefis pardani tavrinish taxtasi qildi. Nefis pardaning kayniga oq oltindan ishlangan simni ulab, bir uchini purjinga tutashtirdi. Eng oxiri batareyaga uladi. Shunday qilib nefis parda ovoz tarqatganda, nefis pardada tavrinish hosil bo'lib, tok turib uzilib, turib tutishib turdi. Mana bu ovoz qabullig'ish edi. Elektr magnitning roli tufaylidan metal simda tavrinish hosil bo'ladi. Lekin chiqqan ovoz odamning ovoziga o'xshamaydi. Rais keyin telefonni qayta o'zgartdi. Lekin chiqqan ovozni yana aniq anglag'ili bo'lmadi. Zandas efendim. Men telefon yasashning chorasini topdim. Men bugundan boshlab telefon yasash qaroriga keldim. Nima bo'ldi? Nimaga shuncha xo'sh bo'lib ketdingiz? Men tok orqali ovoz tarqatishning chorasini topdim. Ovoz to'lqinini tok iqimiga aylantirsak bo'ladi. Efendi, bunda qilsangiz bo'lmaydi. Ish qilganda bunda orasaldilik qilmang. Bu qitim men Watson efendini sizga yordamchilik taklif qildim. O sizdan tok aloqasini tanishishni tadqiq qilishingizga yordam qiladi. Watson efendi, bu yoq bir efendi bo'ladi. Efendi, sizga omonat emsa, tok aloqasini tanishish tadqiqotini patroq o'rindishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Tok aloqasini tanishish orqali birning muzikalik elektro aloqasini paylash Sandasning tasavvuri edi. Sandas shuni his qildiki, mushundaq narsa kashf qilinsa, nurg'un pul topqili bo'ladi. Shuni u xilicha xarajat ajratdi. Watsonni yordamchilikka qo'ydi. Sandas korxonachi bo'lishga munosib odam. Oy, nima degan issiq. Beri bilan Watson har kuni elektr aloqasi tanishishni tadqiq qilyapti. Tayyorlik bitdi, muallim. Bo'ladi. Bir elektr aloqasi tanishishni sinab qilayotgan chog'dimi, telefonni faqat esdan chiqarmadi. Kun nimandaq issiqdi. Watson, so'z qabullig'ini qayta tekshirib baqayli. Hop. Birinchisi bitdi. Ikkinchisi bitdi. Yaxshi. Efendi, üçüncüsünde imkas yok. Sim tegishib qolgandimi? Watson, simni ajirtib ver. Hop, to'xtab turing. Acayip eplashmay qoldik. Birinchisi bitdi. Ikkinchisi bitdi. Yaxshi. Efendi,
Üçüncüsü de imkası yok. Sim tegishib qolgandimi? Watson, simni ajirtib ver. Hop, to'xtab turing. Qoldi o. Toza tasib oldi o. Qanday qilsam bo'la? Ay, bu nima ovozdi? Watson, bay nima qilding, ha? Men faqat Ey Watson, men sendan xafa bo'lib atqinim yo'q. Men iliqi murakkab bir xil ovozni angladim. Endi bildim. Bu degan induksiya. Induksiya deganni tushuntirish tez. Men tushuntirib qo'yay. Ikki parcha magnit sim o'ramiga dam yaqinlashtirilib, dam yiroqlashtirilsa, elektr hosil bo'lib tok eqimini shakllantiradi. Mana bu tok eqimini induksiya deymiz. Berining qurilmasida tavrinish taxtasi bilan prujna birlashtirilgachga simni magnitlashib ketgan. Vastin bu simni ajratganda magnitlik tumi rolini o'tayotgan sim ajrab, shuning bilan induksiya hosil bo'lgan. Watson, sana ko'p rahmat. Buni sen bo'g'ashqa bayqay olding. Bundaq induksiyadan foydalanib, insonlarning murakkab ovozini tarqatqili bo'ladi. Ras, mushu bayqash sababli berining qalasida telefonning sxemasi shakllandi. Raisning telefonning qurilmasi ilgirki telegraf qurilmasiga o'xshash bo'lib, buningda tokni ulash va uzish usuli qo'llanilgan edi. Bundaq usulda ovozning yuqori tuvanligini tarqatqili bo'lgan bilan ovozning kuchlik ojizligini tarqatqili bo'lmaydi. Odamning ovozi murakkabroq, ojizlik kuchliklik o'zgarishi intayin nozik. Bundaq ovozni tarqatishda uzilmaydigan tok eqimidan foydalanishga to'g'ri keladi. Bir mana shu masalani bayqagan edi. Moshindaq bo'lganda telefonni yasab, ovozni tarqatqili bo'ladi. ishlayli efendi. Qandaq, menga hamkorlashamsa? Albatta. Tavrinish taxtasining tavrishidan hosil bo'lgan tok eqimi ovozni ovoz qabullig'iga yetkazib berdi. Mana bu tunji telefon, mana bu yaxshilangandan keyingi telefon. U ilgirki telefonlarga o'xshamaydi. Buningda tavrinish taxtasidagi jingna suyuq jismga sanjib qo'yiladi. Bundaq bo'lganda ovozning kuchlik ojizligi tokning kuchlik ojizligiga aylandi-da, texmi inchga ovozlarni tarqatqili bo'ladi. Bu kun oxiri yetib keldi. Tinch, birdan jim tursanchi. Opla, yomon bo'ldi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Yomon bo'ldi. Anladım efendim. Muvaffaqiyat qozondik. Watson, sana nima bo'ldi? Chopsan chiqmamsa? Anladım. Ovozni endi anladım. Nimani anglading? Bu gayet zor muvaffaqiyat, Watson. Shunda. Efendim, ben anladım. 5 yildan keyin bir maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Beriga berilgan foydalanish huquqi nihoyat ko'p. Men hozir sizlarga u birinchi qatim erishgan telefondan maxsus foydalanish huquqi to'g'risidagi hikoyani so'zlab bermoqchi. Bir foydalanish huquqiga erishib 2 soatdan keyin yana bir odamga o'xshashla telefondan maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Emirgeli ismli bu odam 2 soat kechikishga telefonning kashfiyotchisi bo'lamidi. Uning kashf qilgan telefoni berining telefoniga o'xshash bo'lib, uningdan hech qancha farqlanmaydi. Haqiqatan bu kishining hissashligini qo'zg'atuvchi ish bo'lgan edi. Bir oxiri o'zi yaxshi ko'rgan bu qizga uylandi. U Habadining qizi edi. Orqadan yana bir qatim to'y markasi o'tkazildi. Biroq bu to'y telefonning to'yi edi. Bir Edisonning ovoz yetkazgichidan foydalanish huquqini setib olib, uni o'zi kashf qilgan ovoz qabullovchiga birlashtirib, insonlarga qoldirdi. Bir yana nurg'un tadqiqotlarni ilib bordi. Baxtsiz bolalar uchun qilgan sinoqlarimiz shuning ichida. Bu ikkisi Eyron Kra bilan zandas bo'ladi. Efendim,
qanchalik cho'ngligini his qilyapman deydi. Chunki yer yuzining tavrinishi uning badaniga o'tadi ekan. Eyron. Men sizni burunli buyakka kelib Shaqratni ko'rsatmoqchi edim. Sizning Shaqratning cho'ng kishiligini bilalaydiganligingizni his qilib, men xursand bo'ldim. Telefonni kashf qilishning o'zi qalti cho'ngishdi. Shundaqdimi uning gospollarni deb zerikma tadqiqot olib berishi haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Men shunday o'ylayman. Gaslarni anglay oladigan telefon kashf qilib bilanmi aka? Yaqinda dadamda anglasam, ovozni odamning ustixoni orqali cho'ng miyaga yetkazib beradigan bir xil telefon bor ekan.